Assalomu alaykum. Bugun smart apparat haqida gaplashamiz. Smart apparati bu sutkalik arteriya qon bosimini monitoring qilish apparati hisoblanadi. Bu apparat manjetasi, shlangi, havo o'tkazuvchi va manometrdan iborat. Bu apparat nima maqsadda ishlatiladi? Asosan bu qariyalarda va yoshlarda qon bosimini kundalik davomida nazorat qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek, qariyalarda tunda qon bosimini to'satdan ko'tarilish, uyqu vaqtida qon bosimini xavfli oshishlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, yoshlarda kuzatiladigan yashirin qon bosimi oshish kasalligini ham aniqlashda muhim apparatlardan biri hisoblanadi. Bu apparatni taqishdan maqsad bemorlarga buyuriladigan qon bosimini tushiruvchi antigipertenziv dori vositalarini qo'llash, uni qaysi vaqtda qo'llash, uni qaysi dozalarda qo'llashni aniqlash uchun muhim apparat hisoblanadi. Bu apparatimiz asosan qo'lga taqiladi va qo'lda 1 sutka davomida, ba'zi holatlarda 2 sutka davomida ham foydalanish mumkin. Apparatdan foydalanish tartibi quyidagicha. Apparat 1 sutka davomida maqsud o'zini ilgich qopchasida osilgan holatda yuradi va bu apparat taqilgan vaqtda cho'milish, har xil suv bilan qilinadigan par, bug' bilan ishlash jarayonlari amalga oshirilmaydi. Apparat o'zi avtomatik ravishda kunduzgi va kechki rejimda ishlaydi. Kunduzgi rejimda asosan har 30 daqiqada qon bosimini o'zi o'lchab turadi. Kechki uyqu rejimida esa har 1 soatda o'zi o'lchab nazorat qilib turadi. Qon bosimini o'lchash jarayoni bu apparatni o'zida to'g'ridan-to'g'ri ko'rinmaydi. Buni maxsus programmalarga qo'yib, kompyuterlarda aniqlanadi va shifokorlarga taqdim etiladi. Bu apparatimizni asosan kimlarga tavsiya qilamiz? Uxlayotganda to'satdan bosh og'rib, boshida g'uvillashlar paydo bo'lib uyg'onib ketadigan bemorlarda va yoshlarda tez bosh og'rishi va qon bosimini oshishi kuzatiladigan bemorlarimizda ishlatiladi.